Assalomu alaykum. Mana Karom ko'chatimizni keyingi qismini qo'yamiz. Bugun 21-may 2026-yil. Karom ko'chatlarimiz mana xudo xolasa chiqyapti. Chiqishda davom etyapti. Ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, bu setga olib qo'ydik chiqquncha. Endi chiqyapti, endi olib tashladik. Havo ham mana bulut. 4 kun yomg'ir beryapti. Endi necha kun yoqadi xudo biladi. 4 kun beryapti. Endi buni ustini agar juda ko'p yomg'ir yog'sa, duga qilib salafan qilishimiz kerak. Agar ozgina yog'ib o'tib ketadigan bo'lsa, hech narsa qilmaydi, chunki ko'chat endi chiqyapti. Bu zax hech narsa qilmaydi ko'chat chiqayotgan paytda. O'zi zaxi bor. Xo'sh, ko'rinishi shunaqa mana ko'chatlarimizning. Ko'rinishi shunaqa. Hamma joyidan chiqyapti. Paterik ham. Ustiga setga yopib yo latta yopib chiqarib olsanglar, paterik ham bo'ladi. Chunki quyosh nuridan to'sib zax ushlab turadi-da. Unib chiqib oladi ko'chatinglar. Shunga e'tibor berasizlar. Hozir bo'tga 8 pochka freska urug' sepdik, esinglarda bo'lsa. Freska urug'imiz mana mashinadan Bejo firmaniki freska F1. Shundan sepganmiz. Bo'tga 8 pochka ketgan. 2,5 mingta bo'ladi. Bir pochkada 8 pochka ketgan. Naryoqdagi hozir bir pochkamizni ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana bir pochka ekilgan karomimiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Shunaqa chiqqan. Endi hozir buni anchadan berib sug'armay turdik. Hozir yaxshilab sug'araman. Keyin yaxshilab sug'arilgandan keyin xudo xolasa abitdan keyinmi, ertaga ertalabmi buni o'toq qilib tashlaymiz. Ya'ni begona o'tlarni yurib olib tashlaymiz. Karomni o'zi qoladi shunda. Hozir o'tlar ichida karomlar yaxshi ko'rinmayapti sizlarga. Xo'sh, buni o'ta bo'lgandan keyin keyingi jarayonni ham qo'yamiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Mana karom ko'chatlarimizni sug'ardik. Xudo xolasa o'tashga tayyor. Bu karom ko'chatimiz bir pochka ekilgan, 2,5 mingta. Hozir mana ko'rishinglar mumkin. O'tni ichida unchalik ko'rinmayapti. Buni nima uchun sug'ardik? Buni o'taymiz. O'ta bo'lgandan keyin yana buni sug'armaymiz, qantaramiz. Chunki bo'yi o'sib ketib qoladi o'zi. Bu yil havo salqin, yomg'irli kelganiga hozirdan o'zi bo'yi baland-baland bo'lib qolgan mana. Bo'yicha o'sib ketish kerak emas. Ko'chat nozik bo'lib qoladi. Shunga hozir sug'arishimizdan maqsad buni o'tashimiz kerak. O't yulinmaydi sug'armasa. Shunga sug'arib o'tab, keyin yana xudo xolasa qantarishda davom etamiz. Xo'sh, kuzatib boringlar. Savolinglar bo'lsa bexijolat berishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha, ilmimiz yetganicha javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum yana bir marta. Mana karom ko'chatlarimizni o'tab, xudo xolasa rotor vitaminidan sepib qo'ydik. Mana hozir karomni o'tab vitaminini sepib qo'ydik. Bu vitamin tomirini mustahkam qilib, ko'chatga yaxshi ta'sir qiladi xullas. Xo'sh, ustini salafan bilan yopib qo'ydik. Videoni boshida ko'rganinglar, ertalab buni sug'arib qo'ydik. Hozir abitdan keyin bo'ldi uje. Orada yomg'ir yog'ib o'tdi. Endi yomg'irdan to'sish uchun salafan yopib qo'ydik ustiga. O naryoqdagi ochiq ko'chatimizga yopmadik salafan. Hozir uni ko'rsataman borib. Mana bu ko'chatimiz chiqish jarayonida. Shunga ozgina namlik hech narsa qilmaydi bunga. Buni ustini yopmadik. Agar yomg'ir ko'p yog'aversa, yopib qo'yamiz. Hozircha havo bulutli, lekin yomg'ir tindi. Yomg'ir tez yog'ib o'tib ketdi. Shunga bo'tni yopmadik.
kuzatishda davom etinglar. Karom ko'chatni yetishtirish va yerga ekib hosil olishni to'liq ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.